Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Buxoro tumanida Uzbekistan Judo Tour turkumiga kiruvchi musobaqa bo'lib o'tdi. Turnirning ochilish marosimi va unda qayd etilgan natijalar tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 20-iyundagi dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan Buxoro viloyati prokurori O'zbekiston dzyudo federatsiyasi Buxoro viloyati bo'limi tashabbusi bilan joriy yilning 12-13 aprel kunlari Uzbekistan Judo Tour musobaqasi bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqalarga Buxoro tumani sport maktabi mezbonlik qildi. O'ziga xos tarzda tashkil qilingan turnirning umumiy sovrin jamg'armasi 200 million so'mni tashkil etdi. Unda polvonlar 4 vazn toifasida g'oliblik uchun tatamiga ko'tarildilar. Dastavval turnirning ochilish marosimi o'tkazildi. Tantanali tadbirda ishtirok etgan viloyat mutasaddilari yurtimizda dzyudo sport turining yanada ommalashib borayotganini alohida ta'kidlab, sportchilarga bo'lajak bahslarda omad tiladilar. Bizning yoshlarimiz hozirgi kunda mana shu dzyudo sport turi bo'yicha juda katta natijalarga erishib kelmoqda va yana ham bitta narsasi Olimpiada o'yinlarining oltin medali uchun hali juda bir motivatsiya, juda bir kerakli holat turibdi. Faqat qizlardan bizda Diyor Akildiyar va oltin medalni qo'lga kiritgan. Yana ham xursand qilayotgani mana shu Buxoroda bu o'tgan yili yoshlar orasida O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kuboklari o'tkazilgandi. Yoshlarning kurashlarini ko'rdim. Albatta hali bizda yurtimizda juda ko'p katta musobaqalarda bizning dzyudochi yoshlarimiz xursand qiladi deb o'ylayman, chunki hozirgi kunda jahonda o'z o'rniga ega terma jamoa bor. Mana bu joyda asosiy birinchi, ikkinchi tarkib terma jamoamiz o'quv yig'in mashg'ulotlarida, lekin qolgan butun O'zbekistondan kelgan dzyudochilar 3 va 4 tarkib ishtirok etmoqda va juda bir chiroyli kurash ko'rsatmoqda. Yuqorida aytib o'tganimizdek, musobaqa 4 ta, ya'ni 81, 90, 100 va +100 kg vazn toifalarida o'tkazildi. Kechgan bahslarning 81 kg og'irlikdagi bellashuvlarda buxorolik Amirbek Aminovga teng keladigan raqib topilmadi. U hal qiluvchi final bahsida Toshkent shahri vakili Muhammad Yahyo Muhammadjonovni mag'lubiyatga uchratib, musobaqa g'olibiga aylandi. 90 kg da esa Surxondaryo vakili Otabek To'raboyev oltin medali sohibi bo'ldi. Shuningdek, 100 kg da ham surxondaryolik Shermuhammad Jandriyev musobaqa bosh sovriniga ega chiqdi. Eng og'ir vaznda kurashgan polvonlar bellashuvida esa Qashqadaryo viloyati a'zosi Islombek Ravshanqulov Buxorodan oltin medal bilan qaytadigan bo'ldi. Dzyudo oqshomi yakunlangach, turnirning taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, chempionlikni tantana qilgan sportchilarga tashkilotchilar tomonidan 22 million so'm, kumush medali egalariga 14 million so'm va bronza medali sohiblariga 7 million so'm miqdorda pul mukofotlari topshirildi. Eslatib o'tamiz, Uzbekistan Judo Tour turkum musobaqalarining navbatdagisiga Namangan viloyati mezbonlik qilishi rejalashtirilgan.